Navbatdagi obzorimizda avtosamosval KAMAZ 65-1. Ushbu texnikamizning kuzov qismi 25 kub sig'imiga ega va 33 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Bu texnikamiz 350 litr dizel bak yoqilg'i sig'imiga ega. Ushbu baquvvat resorlarimiz yuk ko'tarish quvvatini yanada oshiradi. Ushbu texnikamiz KAMAZ rusumli motori bilan jihozlangan va 390 ot kuchiga ega. Texnikamiz 8 ga 4 g'ildiraklar formulasiga ega bo'lib, ruschasiga aytganda sarakanoshka deyiladi. Ushbu texnikamiz kabina qismi 3 o'rindiqli bo'lib, bitta yotoq joyiga ega. Qulay rul chambaragi, ko'rsatkichlar paneli va qo'shimcha ravishda pnevma sideniya bilan jihozlangan. Ushbu avtosamosval boshlang'ich 15% to'lov bilan qulay shartlar asosida 3 yil grafik muddat asosida sotib olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling.